namoz o'qimasdan o'lgan odam jannatga kiradimi, kirmaydimi? Mast holda o'lgan odam jannatga kiradimi, kirmaydimi? Sutxo'r odam jannatga kiradimi, kirmaydimi? Kirmaydi. Nima uchun? Bu gunoh kabira qilgan. Ya o'xshash gaplarni eshitgansizlar. Falonchining otasi mast holda o'lib qopti, endi do'zaxga ketdi. Yo'q akalar. Kelinglar, bilmagan narsamizni gapirmaymiz yaxshisi. Ha? Mana ahli sunna val jamoaning e'tiqodi qanday? Bir odam gunoh kabira qilib, tavba qilmasdan o'lib ketdi. Aroq zavoti bor edi, shuni ustida o'lib ketdi. Peshonasi bir marta sajda ko'rmadi, o'tib ketdi. Nima bo'ladi? Sirojiddin o'sha aytadi. Vadul imani la yabqa muqiman bi shumi zambi fi dar ishti'ali. Mo'min banda gunoh zarari tufayli alangalanib yonish diyorida muqim holda boqiy qolmaydi.